Uzun o'tmay Hazreti İsa Galiliya ülkəsidəki şəhər, yezi qışlaqlığı verib, Xudanın patşallığı dair xuş xəbərini taqatdı. 12 şagirdimi onun bilan birga bordi. Bulardan başqa yana cin və kasallik azoblarından qutqizib saqaytılgan bəzi ayollarmı bo'lib, ularning orasida tenidan 7 cin haydab chiqarilgan Məjdəllik Məryəm, Herod xanning saroy amaldori Xuzaning ayoli Yoanna, Suzana və başqa bir muncha ayollarmı bor idi. Bular o'z mol-mulklari bilan Hazreti İsa və onun shogirdlariga yordamda bo'ldi. Xaloyiq har qaysi yurtlardan Hazreti İsa bilan ko'rishkili üzülmay kelib turardi. Bir kuni nurg'un odam yig'ilganda Hazreti İsa ularga tövəndiki təmsilini so'zlab berdi. Bir dehqon urug' chashqili etizg'i chiqibdi. Chashqan urug'larining ba'zilari chig'ir yo'l ustiga tushib, kishilarning oyog'i ostida qoldi va qushlarga yem bo'ldi. Ba'zilari osti toshliq tuproqqa tushibdi. Ammo yerdagi namlik yetishmaganlikdan urug'lar unib chiqqandan keyin qurib ketibdi. Ba'zilari tikanlarning orasiga tushibdi. Mayslar tikanlar bilan bo'y talishib o'sibdi. Biroq natijada tikanlar mayslarni besib olibdi. Ba'zilari bo'lsa munbat tuproqqa tushib, obdan o'sib, yuz hassilab hosil beribdi. Hazreti İsa yuqori ovoz bilan yana bu so'zlarni qulog'inglarda ching tutinglar dedi. Keyin uning shogirdlari uningdan bu tamsilning ma'nosini so'rdi. Hazreti İsa ularga mundaq dedi: Xudoning podshohligining sirlari sizlarning bilishinglarga berildi. Biroq boshqalarga kesak, ularga tamsillar bilanla tushundirman. Shuning uchun ular so'zimni anglasimi, tushunmaydi. Bu ahvol Yashaya payg'ambarning deganidek bo'ldi. Ular qarisimi, ko'rmaydi, anglasimi, tushunmaydi. Bu tamsilning ma'nosi mundaq: urug' Xudoning so'zidir. Chig'ir yo'ldagi tuproqqa tushgan urug'lar shundoq kishilarga tamsil qilinganki, ular Xudoning so'zini anglasimi, uni qabul qilmaydi. Shayton ularni e'tiqod orqali qutqizilsin deb, ularning ko'nglidan Xudoning so'zini elib kechib ketdi. Toshliq tuproqqa tushgan urug'lar Xudoning so'zini anglagan hamon xushallik bilan qabul qilganlarga tamsil qilingan. Ular buningga bir mahal ishongan bo'ladi, ammo ularning yiltizi bo'lmaganligi uchun biror mushkullikka yo'liqsalar bardoshlik berolmaydi. Tikanlik tushgan urug'larga kesak, ular shundoq kishilarga tamsil qilinganki, ular Xudoning so'zlarini anglasimi, uzun o'tmayla ko'ngliga bu dunyoning andisha, boylik va halovatlarining iziqtirilishlari kirib elib, Xudoning so'zini bo'g'ib etdi-da, ular hosilsiz qoladi. Munbat tuproqqa tushgan urug'lar bo'lsa, Xudoning so'zini anglaydigan, ularni pok va chin dilida chin saqlaydigan, hosil bergucha sabr qiladigan kishilardir. Hazreti İsa shogirdlariga yana chiroqni yiqib, uni biror narsa bilan yipib qo'ydigan yoki karvatning ostiga yushirib qo'ydigan kishi yo'q, albatta. Aksicha, uyga kirganlar aniq ko'ralsin deb, uni jazman chiroqdonning ustiga qo'ydi. Chunki yepib qo'yilgan har qanday narsa oshkora bo'lmay qolmaydi. Yoshirilgan har qanday narsa bilinmay qolmaydi.
Shuning uchun mening Xudoning haqiqati to'g'risida aytganlarimni ko'ngil qo'yib anglanglar. Chunki kimda aql farosat bo'lsa, uningga texmi ko'p beriladi. Lekin kimda aql farosat bo'lmasa, o'zida bor deb qaralg'inimi elib ketiladi, dedi. Hazreti Aysoning onasi va inlari uning bilan ko'rishgili keldi. Lekin odam ko'p bo'lg'achqa yeniga kelolmagan edi. Bir kishi Hazreti Aysoga "Onangiz va inlaringiz siz bilan ko'rishimiz deb sirtib turdi", dedi. Xudoning so'zini anglab, uningga amal qilganlarning hammasi mening onam va aka inlarimdir, dedi Hazreti Ayso ko'pchilikka.